Poytaxtimizda 3-koreys tili olimpiadasining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Yakunda tanlovda munosib ishtirok etgan o'quvchilar taqdirlandi. 3-bor o'tkazilayotgan koreys tili olimpiadasida respublikaning barcha hududlaridan 9, 10 va 11 sinf o'quvchilari ishtirok etdi. Umumiy hisobda tanlovda qariyb 2,5 ming nafar o'g'il-qiz bilim va salohiyatini sinovdan o'tkazdi. Saralash bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tgan 150 nafar o'quvchi respublika bosqichida g'oliblik uchun bahs olib bordi. Iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan iqtidorli o'quvchilar uchun nafaqat aniq tabiiy fanlarda olimpiadalar, balki tillardan ham olimpiadalar tashkil etib kelinmoqda. 3-koreys tili respublika olimpiadasi ham aynan koreys tilini, xorijiy tillarni o'rganishga qiziquvchi o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun tashkil etildi. Ushbu tanlov koreys tiliga qiziqadigan talaba yoshlarga kuchli motivatsiya berish, ularning koreys tilini yanada puxta va ishtiyoq bilan o'rganishiga ko'maklashish maqsadida tashkil etilgan. Joriy yilgi tanlov o'ziga xos jihatlari bilan ajralib turdi. O'tgan yili 1200 nafar ishtirokchi qatnashgan bo'lsa, bu yil ularning soni qariyb 2000 nafarga yetdi. Avvalgi yillarda tanlov faqat test sinovi bilan cheklangan edi. Bu yildan boshlab esa final bosqichiga chiqqan ishtirokchilar imtihondan bir kun avval ta'lim markaziga tashrif buyurib, Koreya madaniyati va milliy ovqatlari bilan tanishish, shuningdek markaz tomonidan taqdim etilayotgan turli ta'lim dasturlari haqida ma'lumot olish imkoniga ega bo'lishdi. Bu ular uchun juda foydali va mazmunli vaqt bo'ldi. Olimpiadaning respublika bosqichi 3 yo'nalishda tashkil etildi. Unda o'quvchilarning koreys tilini tinglab tushunish, yozma nutq, o'qish, ya'ni leksik va grammatik bilimlari baholandi. Yakuniy natijalarga ko'ra, jamoaviy bahslarda 1, 2 va 3 o'rinlar Toshkent shahri jamoalariga nasib etdi. Koreyaga ta'lim yo'llanmasini qo'lga kiritdim. Koreys tilini 3 yil o'rganishim davomida o'zim o'rgandim, sertifikat oldim va hozirda Dong'in akademiyasida ustozlik faoliyatini yurityapman. Juda ham katta tajribalarni qo'lga kiritdim va bu yerga kelganimga ham juda ham xursandman. Sinovlarda munosib ishtirok etgan g'olib va sovrindorlar maxsus diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Shu bilan birga eng yuqori natijalarni qayd etgan 10 nafar ishtirokchiga Janubiy Koreyaga sayohat dasturida ishtirok etish imkoniyati berildi.